Salom hammaga. Biz sizlar bilan bugun present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamonni ko'rib chiqamiz. Hozirgi oddiy zamonning formulasi subject plus verb plus object, ya'ni ega, fe'l hamda to'ldiruvchidan iborat bo'ladi. Present simple birlikda quyidagicha ishlatiladi. I play football. Men futbol o'ynayman. You play football. Sen futbol o'ynaysan. He plays football. U futbol o'ynaydi. She plays football. Qiz bolaga nisbatan u futbol o'ynaydi. It eats banana. U banan yeydi. Hayvonlarga. Present simple ko'plikda ham xuddi shu ko'rinishda, ya'ni we play football. You play football. They play football. Ya'ni biz futbol o'ynaymiz, siz futbol o'ynaysiz hamda ular futbol o'ynaydi.